1111, 2222, 333, 444 bu shunchaki raqamlar emas, balki ustoz shoir, dramaturg To'ra Mirzoning kitoblaridir. Bugun shoir 70 yoshni qarshi oldi va shu munosabat bilan ijodiy uchrashuv o'tkazilmoqda. Unda shoirning oila a'zolari, adabiyotshunos olimlar va o'quvchi yoshlar ishtirok etmoqda. 1111 birlik, 2222 ikkilik, 333 uchlik, 444 to'rtlik. Bunda haligi nima deydi? Masalan, 444 to'rtlikni olsak, bu hammasi ichkilikka qarshi. Bundan tashqari ham 10 dan oshiq kitoblarim bor, lekin mana shu bitta shu kitob o'zini oqladi. O'zi oqladi deganim, buni ikkinchi tiraji. 1000 ta chiqarib kitobxonalarga sotgandim. Yana olib keling, yana tugadi dedim. Keyin ikkinchi marta chiqarishga to'g'ri keldi. To'ra Mirzo 1956-yilda Namangan viloyati Chortoq tumanida tug'ilgan. Uning Maysalar hayqirig'i, Go'ro'g'lining belanchagi, Tongi maktublar, Ko'ngil xaritasi kabi she'riy to'plamlari kitobxonlar orasida keng ommalashgan. Ijodkorlar bilan birga yashashni ham zavqi bor, ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Zavqi shundaki, masalan, ular yozgan she'rni tinglovchisi, tanqidchisi birinchi bo'lib men bo'laman. Meni ijro etgan rollarimni ular ko'radilar-da. Ular ham o'zi aslida bu kishi teatrshunoslik fakultetini bitirganlari uchun meni birinchi rolimni tanqidchisi ular bo'ladi. Shuning uchun bilasizmi, men yaratgandan beadad shukronalar qilamanki, 50 yil birga yashab kelayotganligimdan behad xursandman. So'zga chiqqanlar To'ra Mirzoning muqimiy nomidagi musiqali teatrda 18 yillik faoliyati, sahna asarlari uchun yaratgan o'nlab qo'shiqlari hamda o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasini alohida e'tirof etishdi. Yumaloq yer, mening uyim, guldiraklar, sho'xchan kuyim, 5 qit'ani chorlaganman, bugun erta 40 kun to'yim, salom deyman. Oqshom sahar, to'l yoqdan ming daryo oqar, keling do'stlar to'yga manzil, O'zbekiston, Toshkent shahar. Ijodkor dramaturgiya yo'nalishida ham samarali faoliyat olib borgan Amir Temur va Yildirim Bayazid, Bekat, Tongi tramvay, Poytaxt latifalari, Soxta malika kabi pyesalari respublika teatrlarida sahnalashtirilgan. Amir Temur she'riy dramasi uchun muallif xalqaro Fuzuli mukofoti bilan taqdirlangan. Amir Temur haqida trilogiya yozganman. Uni ikkitasi qo'yilgan. Bittasi Amir Temur mustaqillikdan bir kun oldin premyera bo'lgan. 91-30 avgustda nimada? Qashqadaryo teatrida. 3 yildan keyin Farg'ona teatrida Amir Temur va To'xtamishxon asarim qo'yildi. Buni o'zi qo'yib, o'zi bosh rol o'ynagan Muhammad Solih Yusuf, o'zi To'xtamishchi o'ynagan. Shuningdek, shoir 555, ya'ni 5lik she'riy to'plamni ham nashrga tayyorlab qo'yganman deya aytib o'tdi. Bugungi tadbirda so'zga chiqqanlar shoirning ijodiy va mehnat faoliyati asarlaridagi mazmun mohiyati haqida alohida ta'kidladilar. Zokir Mo'minov, Avazbek Sa'dullayev bugun dastur uchun